Bugun sotuvimizda 3 xonalik obyektimiz tayyor bo'ldi. Uyimiz жилой kompleks Charxnovza, Shayxontohur tumani, Orientir Shayxontohur ro'dining ro'parasida joylashgan novostroyka bo'ladi. Uyimizni ko'rayotgan xonamiz bu o'zini родительский komnatasi bo'ladi. Shunaqangi katta bitta xona. Master spalni deyiladi, o'zini alohida sanuzliga ega. Konditsioner, mebel texnikalari bilan tayyor holatda sotilyapti. Ko'rib turgan xonamiz ko'cha eshigi bo'ladi, kiruverish qismi, prixoshkasi, prixoshkasini ro'parasida общий sanuzllari joylashgan. Uyimiz 80 metr kvadratdan iborat 9-qavatda joylashgan. Zalimiz mebel texnikalari bilan tayyor holatda, hali hech kim kirib yashalmagan xonadon. Detskiy xonasi bo'ladi, ikkita karavati bilan, shkaflari, stol-stullari bilan turibdi. Oshxonasi, xolodilnigi bor, choy ichish mo'ljallangan stol-stul, kuxonning garniturlari va o'zini ajoyib bitta shunaqangi balkoni ham bor ekan. Uyimizning narxi 139 ming so'ralyapti, faqat naqdga sotiladi.